Assalomu alaykum. Ozod opa, telefon raqamlarimi? Ha, shunday. Tabassum munosib loyihasidan sizni bezovta qilyapmiz. Xo'p, Yaqinlaringiz o'z dilnomalarini loyihamiz orqali sizga yo'llaganlar. xo'p, rahmat. Kim deb o'ylaysiz bugungi tabrik egasi? Birinchi tabrik egasi ukamda. Keling, siz yana bir urinib ko'ramiz. Yana Parizoda qizimdir balkim. Yana boshqa imkoningiz bor. Bilmadim endi. Bulung'urdan Muyassar ammangizning nomlaridan. Ha, ancha yaxshi. Tayyormisiz? O'qib eshittiraymi? Ha, mayli. Go'zal, ochiq chehrali, orzu Nechgaboy, jiyanim Ozoda. Bugun sening hayotingda yana bir fasl ochildi. Yillar seni ulg'aytirmoqda, ammo ko'nglingdagi mehr, bag'rikenglik, samimiylik yanada boyimoqda. Mana 36 yoshda, hamon qalbing go'zal, yuraging mehrga to'la. Men yuragim to'lib sening bugungi kuningda chin dildan tabriklayman. Yillari deyaptim, ammo har yil seni yanada dono, aqlli, mard bir ayolga aylantirmoqda. Senga qarab faxrlanaman. O'z o'rniga erishgan, hurmat topgan, mehr tarqatadigan ayollar orasidasan. Jiyanim, sen bolaligingdan dilbar, odobli, quvnoq, yurakka yaqin eding. Vaqt o'tdi, ammo senga nisbatan mehrim o'zgarmadi. Aksincha ko'paydi. Har doim mehrli ko'zlaring bilan qarasang, qalbim erib ketadi. Sen ammangning yuragidan o'zgacha joy egallagansan. Bugungi kunda tilaklarim bisyor sen uchun. Alloh umringga baraka, rizqingga fayz, yuragingga osoyishtalik ato etsin. Yuzingdan kulgu, qalbingdan quvonch arimasin. Har bir yoshingga baraka, har bir orzuing ijobat bo'lsin. Ko'nglingni ranjitadigan so'zlar, qalbingni siqadigan holatlar sendan yiroq bo'lsin. Men uchun mehrga arzigulik, e'tiborga loyiq, duo qilishga sabab bo'ladigan insonimsan. Men seni yaxshi ko'raman va duo qilaman. Doimo sog' bo'l, salomat bo'l, baxtli bo'l. Rahmat. Muyassar ammangdan bulung'ur shamollari esib turgan yurakdan. Rahmat sizga ham opajon. Shoshib uyda tashvishlar bilan sizga ham uni qila olmadim. Kim ekan bu, bironta tanishimizmikan deb o'yladim-da. Bo'lib turadi. Bugungi kuningizni yaxshi o'tkazib oling. Keling, ammangizning nomlaridan bir qatra she'r eshitamiz, shu bilan tabrikimizni yakunlaymiz. Xo'p, rahmat opajon. Keling, ammamga ham rahmat. Sog' bo'lsin baxtimizga. Bolalarning rohatini ko'rsin. Nimaki niyat qilgan bo'lsa, niyatlariga yetsin. Sizni o'zgacha yaxshi ko'rar ekanlar ammangiz. Ha, xudoga shukr. Rahmat. Shunday ammam borligidan faxrlanaman. Keling, she'r eshitamiz. Tayyormisiz? Ha, tayyorman. Ayolga baxt bering, saodat bering. Demang, yuribdi-ku kulib jilmayib. Ayol kulib turib o'lishi mumkin. Dunyoni olishi mumkin jilmayib. Ayolga baxt bering, saodat bering. Gar ko'zlari kulib tursa-da, bo'g'zining ostida necha ming hasrat, oy yuzlari kulib tursa-da, ko'nglini ko'taring hech bo'lmaganda, qo'lini silashga sharofat toping, yig'lab turganda hech bo'lmaganda, yoshini artishga muruvvat toping. Nogoh yerga tushsa oppoq ro'moli, bosib o'tmaslikka shafoat toping. Chaqaloq yalagan etaklarini toza deb aytishga adolat toping. Ayolga baxt bering, saodat bering. Demang, yuribdi-ku kulib jilmayib. Ayol kulib turib o'lishi mumkin. Dunyoni olishi mumkin jilmayib. Ayolga baxt bering, saodat bering. Tog' qimirlab toshlar sizga kirsa-da. Ayolga baxt bering, saodat bering. 60 ga kirsa-da, 100 ga kirsa-da. Rahmat opajon.
salomat bo'ling deymiz. Rahmat. Amangi Sizning ishlaringizga tilaklaringiz, minnatdorchiligingiz bo'lsa, tabrik yozib olmayapti, albatta eshitadilar. Ammajon, sizga ham rahmat. Vaqtimizga sog' bo'ling. Nimaki niyat qilgan bo'lsangiz, niyatlaringizga yeting. Farzandlaringiz rohatini ko'ring.